Salom qadrli savodashlar, bugun biz yangi muhim ingliz tili birinchi qismninki 43-44 darsni o'tamiz. 43-44 darsda bir necha alohida ifodalash usullari, shundoqla any bilan somening farqi. Shuning bilan birga bizning ingliz tiliga intayin muhim grammatikalarning birisi bo'lgan, imkoniyatni bildiradigan can'ninki cümle qurilmasi, savol jumla shakli va inkor jumla shaklini o'rganib o'tamiz. Shuning bilan birga can bilan o'xshash chiqib qoldigan must, aninki should. Mushu ikkisininki jumla shaklida, ya'ni jumla shaklida, ya'ni bular orqali jumla tuzgan chaqda qanday shaklda tuzimiz, shuni tang o'rganib o'tamiz. Darsda yanla iltabir. Avval 43-44 darsning so'zliklarini ko'rib o'taylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? A ekan. A'ga v ni qo'shsak av, av. Aniki nima ekan? K ekan. K'ga o ni qo'shsak car, r ni qo'shsak car, s ni qo'shsak course, of course, of course. Ya'ni tiz degan chaqda of course, of course, of course. Ya'ni albatta degan gap. Ma'lum bir odam sizdan bir narsa so'ragan chaqda, masalan, siz bugun dars kelamsiz desa, of course, of course, albatta deb javob beramiz-ku, shu yerga ishlatamiz. Keng so'zning birinchi tovushi nima ekan? K. K'ga a ni qo'shsak ka. Ma a ni qanolimiz degan to'q, nay tiz olamiz degan to'q. Ana nima ekan? T. Texnik nima ekan? L. Anga qisqasi ol deb o'qiymiz degan to'q. T'ga ol ni qo'shsak tol. Cattle, cattle. Ya'ni urg'u 5 ekan, shunga 5 ni kuchli qolsa. Cattle. Cattle degan chaynak degan gap. Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? B ekan. B'ga e ni qo'shsak b, b. Aniki nima ekan? Ekan, bravo ekan. Qa ay ni qo'shsa hi, n ni qo'shsa hind, d ni qo'shsa hind, behind, behind. Ya'ni urg'u nima ekan? Ekan. Unda olsa b ni tuvan oldi ekansizlar. Behind, nay tiz olsizlar, lekin to'xtayga yeri yo'q. Behind. Behind degan palonch narsaning orqasida degan gap. Ya'ni palonch narsa behindning nimasi kelgan, keyni kelgan. Masalan, behind the house desanglar, uyning orqasida. Behind me, mening orqamda degan gap. Endi ikkinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? T ekan. T'ni qo'shsak t, aniki nima ekan? P ekan. P'ni qo'shsak an so'z deganmiz-ku, pot. Ni qo'shsak pot. Teapot. Tea degan choy degan gap, pot degan chaynak degan gap, teapot degan gap, choy chaynagi, ya'ni choy damlaydigan chaynak degan gap. Teapot. Ma so'zimiz burun o'rganib o'tgan, ya'ni birinchi tovush nima ekan? N ekan. Nning keyingi qismi ekan, qo'shma so'zliq tovush av ekan. Nga av ni qo'shsak now, now. Now desanglar bo'ldi, ingliz talaffuzi, lekin amerikalik qilganda oldi ekan, av chiqadi ekan. Now, ya ag'i yaqinlashtirib oldi ekan. Now degan hozir degan gap. Keng so'zning birinchi tovushi nima ekan? F ekan. F, usting chiqinglar, asting qalbni ustiga taqishadigan f ekan. Uyg'urlikdagi f bilan o'xshaydi, lekin texnik kuchliroq qolasizlar. Usting chiqinglar, asting qalbni cho'qim taqish kerak. Fning kengisi nima ekan? Qo'shma so'z tovush aka. F'ga ayni qo'shsak fi, n qo'shsak find, d ni qo'shsak find. Find. Angaqistiki find'dagi d night tuan elindi, anglanmas chiqadi. Find. Find degan tepish degan gap. Tepish. Find. Angaqliq so'zning birinchi tovushi nima ekan? B ekan. B'ga ayni qo'shsak boy. Ma qo'shma so'z tovushdi-ku, oy emasdi, I emasdi, oy. Ikkisining o'tirsidagi tavushdi, ya'ni qo'shma so'z tavushdi. Atma emas, eshakma emas, qechiti shunaqa. Oy emas, I emas, oy. B'ga ayni qo'shsak boy, l ni qo'shsak boil. 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 Boil degan qaynash degan gap, qaynash. Masalan, suvning qaynashi, qozonning qaynashi, hammasiga mushni ishlatamiz, boil. Endi hamma so'zning o'qilishi. Of course, albatta. Kettle, chaynak. Behind, ning orqasida. Teapot, choy chaynagi. Now, hozir. Find, tepish. Boil, qaynash. Of course, kettle. Behind, teapot. Now, find, boil. Endi 43-chi darsning tekstining qisqacha tarjimasiga qarab boqaylik. Bu tekstni to'g'ri ekan desanglar, bir ayoli erini choy demlashga soldi ekan. Bu bir qiziqarli bir hikoya. Erlar choy demlasi qanday bo'ldi? Mush tekstni bilib olasizlar.
Bu tekstda Penny ayoli Sam eri. Penny erdan mana so'rayotgan. Can you make the tea, Sam? Can you make the tea, Sam? Sam choy demlay olamsiz deydi. Can degan bu yerda grammatik nuqtasini ko'rib o'tamiz. Can degan ya'ni qilalash, italash degan gap. Can you make the tea, Sam? Ya'ni choy demlay olamsiz, Sam dedi yerda. Yes, of course I can, Penny. Yes, of course I can, Penny. Ya, demlay olaman, Penny dedi. Is there any water in this kettle? Aniki so'radi. Va bu chaynak suv bormi yo'qmi dedi. Bu suv bormi yo'qligini o'zi tekshirish bo'ldi-ku. Bu chaynak suv bormi yo'qmi dedi. Yes, there is. Yes, there is. Bor dedi. Where is the tea? Aniki yergan so'radi. Where is the tea? Chaynadam dedi. It's over there. It's over there. It's over there. Over there degan av ya deb qo'limizda bir ko'zimiz yetadigan bir yan ko'rsatgan chaqda av ya degan ma'no chiqdi. Buni grammatik nuqtasidan so'zlaymiz. It's over there. Av ya da behind the teapot. Avu choy chaynigining keyinda dedi. Can you see it? Ko'ra oldingizmi? Desa, ernim deydi. I can see the teapot. Choy chaynigini ko'rdim. But I can't see the tea. Lekin men choyni ko'ramadim ya. Chaynakning oqisi deb tursa, yana chaynakning oqisi qarab boqmay, choyni ko'ramadim, choy chaynigini ko'rdim dedi. There it is. There it is. Mana, ya tumamdo. It's in front of you. Ko'z oldinglar tumamdo mana. Mana, ko'z oldinglar tumamdo dedi ayoli. Akin yerim dedi. Oh yes. I can see it now. I can see it now. Ya, endi ko'rdim bu ne dedi. Where are the cops? Where are the cops? Hatta bu nimani bilmaykan, yani piyolning nerligini bilmaykan. Where are the cops? Piyollar nerda dedi. There are some in the cupboard. Yani qochqich shkafning ichida bir nechasi bor. There are some in the cupboard. Can you find them? Can you find them? Ulan tapa oldingizmi dedi. Yes, here they are. Mana bu yerda ekan dedi. Hurry up degan tezroq bo'ling degan gap inglizlik Sam. Tezroq bo'ling Sam. The kettle's boiling. Yani chaynak qaynab ketdi deb apto. Amaliyotda Uyg'ur tilida nima deymiz buni? Chay qaynab ketdi yoki suv qaynab ketdi deymiz-ku. The kettle's boiling. Yani chay qaynab ketdi deydi. Demakchi bu kishiningki chay qaynash uyda chay damlash ishi ekan, Bu ish qanday narsani bilmaydigan, nerligini bilmaydigan. Ayol choy demlay olamiz desa dedi. Bu choyning nerligini, suv bormi yo'qmi, uni bilmaydigan, piyolning nerligini bilmaydigan degandek mo'sh tekstga. Amaliyotda yangi o'quv ingliz tilining tekstlari intayin qiziqarli va yumorli tekstlar. Amaliyotda ma kishi shu choy damlasa, mo'shna damlaydi demakchi hisobda. Hech nimani uqmaydi, ular nimaning nerligini uqmaydi, qanday damlashni uqmaydi demakchi, Unda bo'lsa, bu darsningki grammatikalik nuqtalarga qarab boqaylik. Endi birinchi grammatikalik nuqtaga qarab boqaylik. Birinchi grammatikalik nuqtada can you make the tea, Sam? Can you make the tea, Sam? Desa nima debdi? Unda javob beribdi. Yes, of course I can, Penny. Yes, of course I can, Penny. Deydi. Yani albatta men qila olayman. Yani demakchi of course I can make the tea degan gap. Yani nim bilan so'rabdi savolni can bilan so'rabdi. Shunlashqa javobni bergan chaqda can bilan javob beramiz. Of course I can, Penny deydi. Albatta damlay olayman, Penny deb po'tyapti-da mayeri. Endi bu can deb dedi-ku, jumlasida can deb o'qildi. Buni aqs deb birmayman. Kinninki nim ma'nosi bor degan chaqda qilalash, italash degan ma'nosi chiqadi Uyg'ur tilidagi. Pilar bilan birlashib manda qilalash, italash. Masalan, I can see, men ko'ra olayman. I can find, men topa olayman. I can read, men o'qiy olayman degan. Endi bu xil jumlaning tartibi qanday chiqadi? Masalan, mushta imkoniyatni bildiradigan can o'xshash yoki majburiyatni bildiradigan should yoki majburiy qilmish bo'lmaydigan must qatorliq bu bir nechta o'xshaydi. Bugun dars chiqqan imkon can. Unda esa canninki zodi jumla shakli qanday bo'ldi degan chaqda avval igi keladi. Aningdan keyin can keldi, aningdan keyin feel keldi. Shuning bilan palanchi manda qilalaydi yoki men manda qilalayman degan imkoniyatni bildirdi. Anondan keyin biz o'rganib o'tgan boshqa jumlaning bo'laklari chiqadi. Masalan, to'lg'uchi deymiz, o'rin deymiz, vaqt deymiz. Bu tartibni biz o'rganib bo'lgan, buni bilasizlar. Shu tartibda keldi.
Unda bo'lsa bu yerdagi ya'ni kun bilan o'xshaydigan ya'ni should must degan so'z bor. Biz vaqt kelgan chog'da deganimiz. Bugun asosliq deydiganimiz nima? Can. Can bilan ya'ni imkoniyatni bildiradigan can bilan keladigan jumlaning tartibi. Unda esa can bilan keladigan jumlaning tartibi qanday kelgan? Ya'ni ega kelgan, andan keyin can kelgan, andan keyin feel kelgan. Masalan, I can read. Men o'qiy olaman degan o'xshash. Andan keyin jumlaningki boshqa bo'laklar keldi. Uning tartibi men sizga deb bergandim, to'ldiruvchi keldi, o'rinni bildiradigan holat keldi, anaqisda vaqt oldi keldi deb bergandim. Endi tekstda menda bir gap bor. I can see the teapot, but I can't see this tea. I can see the teapot, but I can't see the tea. Yani men teapotni, yani demek çay çayını göreldim, lekin nemo çayını göremedim degan bir gap bor. Bir çay yo'pirmoqni ko'rsatdi, Unda bo'lsa boshqa jumlani bildik. I can see the teapot. Men çay çayını qana qildim, ko'raladim. Endi I can't see the tea deganchi. Yani demekçi bu can bilan kelgan jumlani inkor jumlaga, ya'ni bo'lishsiz jumlaga aylantirgan chog'imizda faqat canning keyniga nimni qo'shib etsak bo'ldi ekan, notni qo'shib etsak bo'ldi ekan. Buni o'qigan chog'da can't deb o'qiymiz. Lekin ingliz tilida t asosan chiqmaydi. Buni talaffuz qismida men sal turib so'zlab beraman. Endi can't, must, shouldga notni qo'shgandan keyin bu qisqa mush buncha yozildi. Yozilgandan keyin qanday o'qiymiz degan chog'da can't. Yani t bu yerda ya t degan aşağı oxirgi tovush intayin töven bulup qarshi taraf buni asosan anglayolmaydi. Can't back töven chiqadi. Ondan keyin must notni qo'shgandan keyin mustn't, shouldga notni qo'shgandan keyin shouldn't. Masalan, you can't ask this from her. You can't ask this from her. Yoki you can't ask her this desek bo'ldi. You shouldn't drop your phone. Siz telefoningizni qo'lingizdan tushirib etsangiz bo'lmaydi. Tushirib etmasligingiz kerak degan gap. Bu yerda should bilan mustning ma'nosi kerak degan gap. Bu mushuk so'z chiqqan chog'da yani tafsil tushuntiramiz. Yani bu yerda biz inkor jumlasini yozgan chog'da faqat nimni qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan, notni qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. O'qigan chog'da can't deb o'qiymiz. Biz yana dersimiz degandek biz amaliy turmushdagi usullarini, yani amaliy turmushdagi haqiqiy so'zlashayotgan chog'dagi talaffuzni bilib bangimiz degan tuqi. Unda bo'lsa bu can't degan bu so'zni odatdagi normal turmushda talaffuz qilgan chog'da qanday talaffuz qiladi? Amaliyotda bizim bilimiz yani Uyg'ur tilidami nurg'un so'zlar odatda so'zlagan chog'da qanday bo'ldi? Qisqartirilib ketadi. Masalan, makilang deymiz. Makilang degan nima degan gap? Bu yerga keling degan gap. Ma deganning ma'nosi Uyg'ur tilida chiqmaydi. Makilang deymiz. Makilang degan bu yerga keling degan gap. Amaliyotda qisqartib berilgan gap. Ingliz tilida bundan narsalar bakchiq bo'lgan muhim qilib ko'p ishlatilgan can'ninki zat ingliz tilida qandoq deyilganligini biz o'rganib o'tamiz. Endi ingliz tilida can'ni talaffuz qilgan chog'da kun deb talaffuz qilinadi. Kun. Masalan biz do deganni bildik. Do degan qilish etish degan gapdir. I can do this. I bilan kunni bivroqlayib etsanglar I can do this. Men buni qila olaman degan gap. I can. Kun deb olasizlar demakchi. Endi men bu qilolmayman desamchi, I can't do this. I can't do this. Qaranglar, I can't do this. Endi bu inkor shakli kelgan chog'da buni qisqartish qo'ymaydi. I can't deyish qo'ymaydi. Chuqum chiqadi. Sal stress, ya'ni azroq urg'uluq olamiz. Azroq urg'uluq olamiz. Shunlashib bu yerda deb qisqartish qo'ymaydi ekan, ya'ni inkor shaklini, not qo'shgan shaklni bu yerda qisqartish qo'ymaydi ekan, ya'ni unda o'zgartib berish qo'ymaydi ekan. Can't. I can't do it. I can't do it. Men buni qilolmayman degan gap. T intan tuvan chiqadigan bo'lib, ya anglandi, ya anglanmaydi. Asosan normal paranglarda bu asosan anglanmaydi. I can't do it. I can't do it. Endi men qanday fuqaman? I can dedim, I can't dedim. Qaranglar, I can do it bo'lsa, qila olaman degan gapga deb bilsanglar bo'ldi.
I can't bo'lsa vaqtda t chiqqan chiqmagan bo'lsa-mu, lekin buni qisqartib olmaykan, shunga can't deb aniq chiqadi, ha. Ya'ni agar kuchlik chiqqan bo'lsa, ka deb chiqqan bo'lsa, can't deb desang bo'ldi. Masalan, I can't do it. I can't do it. I can't do it. Əməliyyatda T yoki anlandı, yoki anlanmaydı. Lekin men qila olmayman demoqchi bo'lsam, lekin I can do it. Yeah, I can do it. I can do it. I can do it. Endi savol shakli bo'lgan chaqda yana o'xshash. Can you do it? Can you do it? Yoki you can't do it. You can't do it. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Yoki buni qila olmaysiz. You can't do it. Şunlaşqa ağız tili degan chaqda I can, you can yoki can I, can you deb olamiz. Şunlaşqa müştaqda diqqat qilsanglar bo'ldi. Biz yana mashq darsda ko'plab mashq qilamiz. Endi keyingi grammatika qarab boqaylik. Where is the tea? Where is the tea? Choy qayerda degan gap qo'yinglar. Undan so'ng buning kelish manbasi nimada? The tea is on the table. The tea is on the table. Yani tea yani çay bo'lsa stolning ustida. Endi bepilni yani kesin pilni oldiga chiqarsak nima bo'ladi? Savolga aylandi. Is the tea on the table? Is the tea on the table? Yani çay nima stolning ustidami degan gap. Endi where is the tea? Yani çay qayerda? Where is the tea? Lekin where is deb ayirib olmaysizlar odatda so'zlagan chaqda. Where is ni qisqartirib where is the tea? Yani çay qayerda? Endi where are the cups? Nima uchun bu yerda where are the cups bo'ldi, ustida where is the tea bo'ldi. Endi cups qarsanglar bo'ldi. Cups qanday ekan? Ko'plikka. Shunga arnaga. Arnaga ishlatdik, ko'plik ishlatdik. Where are the cups? İstiqallar nerede? The cups are in the cupboard. Yani istiqallar bolsa, the piyalar bolsa qaçıq şkabıda. Are the cups in the cupboard? Yani piyalar qaçıq şkabıda mı? Where'ni aldı qo'yib ne bo'ldi ekan? Where are the cups? Where are the cups? Yani bu yerga in the cupboard. In the cupboard yani qaçıq şkabının ichi bilan nada degan taqishib qoldi ekan. Agar buni chiqarib aytmasak ne bo'ldi? Where are the cups in the cupboard? Yani qaçıq shkafning ichidagi istakanlar nada degan gap bo'lib qoldi. Shunlashqa qaçıqcha shkabi degan chiqarib aytsak, where are the cups? Piyola nada. Endi keyin grammatikaga qarab boqaylik. It's over there. It's over there. Behind the teapot. Yani biz teapot yani biz nimani o'rgandik? Yani ikki pashning orasiga kelgan so'z bilan oldidagi so'z tangdosh bo'lak. Tangdosh bo'lakni deb bergandim. Oldidagi so'z bilan keyindagi so'z qanday o'xshash bir ma'noni ifodalaydi. Masalan, over there, avia ekan? Behind the teapot. Yani chaynakning oqisi ekan. Chaynakning oqisi ekan? Avia ekan. Yani over there degan gap avia deb qo'limiz bilan ko'gil bo'ldigan, ma'lum qo'limiz yetmaydigan lekin qo'limiz bilan ko'rsatkil bo'ldigan, ya'ni ko'rsatib turib over there, over there desak aviyada degan ma'nosi chiqadi. Behind the teapot ni bilsizlar, chaynakning oqisida. Endi keyingi grammatikalik nuqta. Can you find them? Can you find them? Bu yerda qatnanglar, can you find them? Them nima ig'iz tilda zni talaffuz qilib yurmaydi. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Ya ularni topa olamsiz degan gap. Topdingizmi, ko'rdingizmi degan ma'no chiqadi. Can you find them? Yani ularni topa oldingizmi, topa olamsiz ya ko'ra oldingizmi? Can you find them? Yes, here there. Mana. Mishiyadikan degan gap. Here there ni biz o'rganib o'tdik. Ular mana. Men eling tuting degan ma'nosi bor. Mana. Shunaqa. Ular mana. Hurry up Sam. Hurry up degan nima bo'ldi? Tezroq bo'ling degan gap. Bu muqim ifodalashlar. Hurry up. Harry Potter'ninki kinosi ko'rgan chaqda qanday qilamiz? Apla baramiz. Hurry'ga up shop baramizga. Esonlarda ishda tutsanglar bo'ldi. Hurry up degan gap tezroq bo'ling, ishtiqroq bo'ling degan gap. Hurry up.
Sam, hurry up Sam. Yani tezroq bo'ling Sam deydi. The kettle is boiling. Çaynak qaynayotidu. Uyg'ur tilida nima deymiz buni? Suv qaynayotidu yoki choy qaynayotidu deymiz. Inglizda qanday ifodalaykan? Çaynak qaynayotidu deb oldik ekan. Kettle is boiling. Tezroq bo'ling Sam, choy qaynab ketdi. Demakchi bu bir akishninki choy damlash jarayoni ekan. Nəhayət qızqarlıq, ha? Bu çayның nərdligini uqmaydı, su barmı yoxmu uqmaydı, piyalının nərdligini uqmaydı, ayandın çay qaynab kütüdü, mayandın birimiz deydi. Deməkçi müştek isken, ha? Əmdi ötken şahitdə degəndək, biz masayitdən neminin pərqini dəpəməkçidim, əni bilən şamның pərqini dəpəməkçidim. Əni bilən şam hər ikisi bir qancha, bir netçə degen mənidi keldi. Bunu odatda o'xshash holda ishlatamiz, lekin buningki o'xshamaydigan ishlatish usullari bor. Buni o'xshash holatda sanig'il bo'lgan, sanig'il bo'lmaydigan narsaga ishlatishga bo'ldi, lekin o'xshamaydigan inchik farqlari bor. Inchik farq bilan ishlatmasak bo'lmaydi, ha? Birinchi farqi odatda sham bayon jumlaga yoki ba degan jumlaga ishlatildi. Yani positive deyimiz, yani aktif cümle. Aktif cümle, inkar cümle emas, ta'tirsi. Yani bayan cümlega ba degan ishlatildi. Endi any degan gap savol jumla yoki inkar jumlaga ishlatildi. Savol jumla yoki inkar jumlaga ishlatildi. Any, savol jumlaga ishlatamiz yoki inkar jumlaga ishlatamiz. Bu ikkisining o'rtasidagi birinchi farq, ikkisining o'rtasidagi birinchi farq. Masalan, there are some coffee. There is some coffee on the table. There is some coffee on the table deganim bo'lgan. Bu yerda bor azroq coffee on the table. Nimaning ustida? Ustalning ustida. Ustalning ustida. There is some apple on the table. Birinchi narsa o'zicha, there is some apple on the table. Yani ustalning ustida bir necha, yani birinchi olma bor. Endi men ustalning ustida kafe yo'q desamchi. Undasa bu yerda yo'q deganni nima deb ishlatdik? There are yoki there is not deb ishlatdik. Unda bo'lsa coffee bir tal qahva degil bo'lmaydi. Shunlashqa bu sanig'il bo'lmaydigan ismkan. Unda biz nima ishlatganmiz? There is. Chunki sanig'il bo'lmaydigan narsaning ko'pligi bo'lmag'achqa, u faqat birlik shaklda keldi demakchi. There is not any coffee. There is not any coffee. Yani bu yerda yo'q, har qandaq, hech qandaq degan ma'no chiqadi bu yerda. Hech qandaq degan ma'no chiqadi. There are not any coffee. Bu yerda yo'q, hech qandaq qahva on the table. Ustalning ustida. Ustalning ustida faqat qahva yo'q ekan. Bir talmi yo'q ekan degan gap. Yani bu nima inkar jumla. Yani demakchi any nima ishlatilgan inkar jumlaga ishlatilgan. Yani bir so'roq jumlaga ishlatildi. Masalan, is there any coffee on the table? Is there any coffee on the table? Stolning ustida qahva bormi? Yani is there any coffee on the table degan gap? Yani stolning ustida azroq qahva bormi? Chunki buni sanig'il bo'lmag'achqa any deb elavatimiz, ikkinchidan so'roq jumla bo'lg'achqa any deb elavatimiz. Yani demakchi birinchi ikkisining orasidagi farq nima ekan? Some deganni faqat ba yoki positive yoki bayon jumlaga ishlatamiz. Yani bayon jumla desak mutaz to'g'ri bo'lmaydi. Yani ba yoki bir necha manda narsa ba yoki bir necha manda narsa palanchada degan gapga biz nimani ishlatganmiz? Shamni ishlatganmiz. Agar biz savol so'rsak, bormi azroq palanch narsa yoki yo'q hech qanday palanch narsa demoqchi bo'lsak, nimani ishlatganmiz? Any'ni ishlatganmiz. Bu ikkisining orasidagi birinchi farq. Endi ikkinchi qoida, birinchi qoidalar asosan o'xshab qoldi. Any'ni nima ishlatdik? Inkor jumlaga yoki so'roq jumlaga ishlatdik. Endi tuvandagi bir qancha so'z yani cümleni ta'tirsiga o'rgatadi. Mesela never, azaldan undaq emas. Hardly, asasan undaq emas. Without, Uyg'ur tilidagi pulsiz, vijdansiz yoki aqlsizdagi without. Yo'q, faqat yo'q degan ma'nosi chiqadi.
Muşu sözler bilen birlikte keldigan cümlelerge yanla enini işiltimiz. Bunun ma'nisi her qandaq degan bayan cümle oldu. Lekin ta'tir cümle oldu. Yani la nim bolgan? Yani yok emas degan ma'noda keldi. Mesela, he never ate any fruit. U azaldan emas degan ma'no chiqadi. Never'ninki u azaldan yemaydi degan ma'no chiqadi. Eatishni ta'tirsiga o'raytadi. He never ate. U azaldan yemaydi any fruit. U azaldan hech qanday meva yemaydi. Fruit degan degani patqo meva. We hardly watch. Biz asasen görmeyimiz. Hardly'nin asasen emas degan ma'no chiqadi. We hardly watch any television. Yani we hardly watch any television degan gap biz asasen televizor görmeyimiz. Üçüncüsü Julia left the house. Julia ayrıldı evden without any money. Her kandak pulsuz. Yani hiç kandak pulsuz. Evden ayrıldı degan gap. Yani bu şu üç söz bilen keldigan cümlelerde yanla any'ni işiltimiz bu past holatdagi yok degan holatdagi. Endi some'ni ba'zi so'roq cümlelerga ishlatishga bo'ldi. Biz oldin nima degan to'q? Some'ni faqat bayan cümle, o'ng cümlega ishlatamiz degan to'q. İnkar cümlega emas. Shunaqa. Lekin ba'zi ahvollarda some'ni qanday qilganmiz? So'roq cümlega ishlata olamiz. Chunki biz oldin nima dedik? Any so'roq cümle yoki inkar cümle keldi degan to'q. Endi some ba'zi so'roq cümlelar keldi. Lekin diqqat qilinglar, ikki shart bo'lish kerak bu yerda. Bu so'roq cümle cho'qim qarshi tarafdan ma'qul shundoq qildi bo'ludi degan ashna bo'lishliq javobni kutganimizda yoki shunga jazm qilgan vaqtimizda some orqali savol so'rg'ili bo'ldi. Masalan, would you like some coffee? Would you like some coffee? Biz qarshi tarafda oldimiz bir odam bor. Hozir qahva ichamsiz deb so'radimiz. Endi bu yerdagi yoshirin ma'nosi nima bu gapning? Yoshirin ma'nosi biz qarshi tarafninki nimasini bilamiz? Qahva ichadiganligini bilamiz yoki shuni jazm qilamiz. Shunaqa havolasida would you like some coffee? Would you like some coffee? Yani azroq qahva ichib qo'yamsiz deb so'raymiz. Yani demak qarshi tarafdan biz jazm qilgan vaqtimizda yoki shundoq ma'qul degan shu javobni kutganimizda some orqali qanaqa qilib o'tgan savol so'rg'ili bo'ldi ekan. Do you want some sandwiches? Do you want some sandwiches? Azroq sandwich yeb qo'yamsiz? Demak, qarshi taraf ko'z oldimizda biz yatimiz qarab ketdi. Yigis kelgandek shunaqa yeydiganda deb so'radim. Could you give me some help? Could you give me some help? Yani menga azroq yordam qilsangiz bo'pti ekan degan. Qarshi taraf do'stimiz yoki biz yordam qildig'ini hukmiz shuna vaqtida could you give me some help? Menga azroq yordam beramsiz degan gap, Masalan, could you pass the sugar? Could you pass me some sugar? Could you pass me some sugar? Menga shakarni sunib beramsiz? Pass degan sunib berish degan gap. Could you pass me that sugar? Could you pass me that sugar? Yani demekçi bu bir dostumuz yoki sunib bergan shakarni bizga gap beradiganligini hukmiz shuna vaqtida biz so'ratimiz. Demekçi uchinchi qoida nima ekan? Some'ni ba'zi so'roq jumlalarga ishlatishga bo'ldi ekan. Lekin bu so'roq jumlalarga qarata biz qandaq havolasida bu so'roq jumlalarga qarata bizda qarshi taraf deydi yoki ma'qul deydi yoki shundoq deydi degan kutish bo'lgan chog'da yoki ashna orzu bo'lgan chog'da yoki bo'lmasa ashna qildiganligini jazmlash degan chog'imizda some orqali savolni so'rg'ili bo'ldi ekan. Unda esa mashki jumlani solishtirib boqaylik. Are there any letters for me? Are there any letters for me? Are there in bilsizlar, there are degan bu yerda bor. Any letters. Xatlar bormi for me men uchun. Yani mening xatlarim bormi degan gap. Bu jumla bilan ostidagi are there some letters for me degan jumlaning zoti qanday farqi bor? Are there any letters for me tarjima qilsak, mening xatlarim bormi degan gap. Are there some letters for me degan gap o'xshashlar mening hozir xatlarim bor, men xat keldimi? Bir necha xat degan ma'no chiqadi. Unda bo'lsa bu ikki jumlaning zoti farqi nima? Birinchi jumlada bu oddiy holatdagi haqiqiy so'roq jumla. Bu jumlada men mening xatim bor yo'qligini uqmayman.
Yaxşı anlanglar. Birinci cümle men xetimning bar yo'qligini uqmayman. Men faqat so'rab beqyapman. Men xat kelganmidi deb so'rab beqyapman. İkinci cümlede are there some letters for me? Men çoqum manga xat kelganligini anqamni jazm qilaman. Yoki man xat kelganligidan az to'liq xabarim bor. Yoki do'stim manga xat salvatdi tungun yoki 5 kun burun bu xat odat normal chiqqan keldi, cho'qim kap bo'ldi bu vaqa shundoq sharoitda. Ya'ni mening xatim borligini men jazmlash degan yoki qarshi taraf sizning xatingiz bordi degan aşı javobni berishni kutgan chog'imizda nima orqali so'ralgan ekan? Some orqali so'ralgan bo'ldi. Shunga bu ikki jumlaning farqi ustki jumla are there any letters for me? Men man xat kelgan kamligini faqat uqmayman, faqat so'rab beqyapman. İkinci cümlede are there some letters for me? Are there some letters for me? Yani bu yerda men qarshi tarafning degan savolini javobini kutyapman yoki men xat kelganligini bilaman. Shunday sharoitda ikkinchi jumlani ishlatyapman. Shuning bilan any bilan some'ningki farqi mishada tugdi. Any bilan some'ning farqi tugdi. Bugungi grammatikaning ichida intayin muhim bo'lgan any bilan some degandoq intayin yaxshi anglanglar. Biz buni mashq darsda, ya'ni intayin ko'plab mashq qilamiz, shu orqali bilalasizlar. Endi 43-chi darsning tekstining tarjimasiga qarab boqaylik. Can you make the tea, Sam? Can you make the tea, Sam? Çay demleyelimsiz Sam dedi ayol. Erim dedi Sam dedi. Yes, of course I can. I can dememiz dedi I can dedi o. Yes, of course I can, Penny. Yes, of course I can, Penny. Elbet ben demleyelemem Penny dedi. Is there any water in this kettle? Is there any water? Su var mı in this kettle? Bu çaynakta su var mı? Bunu bilirler. There is any water in this. There is some water in this kettle. Bu çaynakta azırak su var diyen gapti o. Bizin aldığı çıkarıversek ne bulduken? Is there some water? Dem tok. Yok. Any bilen some düşündürüp koydum. Sualga any'ni işletik. Ondan sonra is there some water in this kettle? Çaynakta azırak su var mı dedi. Yes, there is. Var dedi. Anaki Sam yanımda soradı. Where is the tea? Çay qayada. Bunu bilsizler gramatik noktasında bulduk. It's over there. It's over there. O avyada. Behind the teapot. Çaynakның arkasında. Can you see it? Can you see it? Köraldınız mı? Dedi. I can see the teapot. I can see the teapot. Yani men çay çaynakını köraldım. But I can't see the tea. Lekin çayını körelmedim. I can see the teapot, but I can't see the tea. Lekin men çayını körelmedim. Bunu gün balık there it is. Hanım yadike dedi Penny. Penny göz tuttu. There it is mana in front of you. Göz aldığınız tumamdı mana çayıkna aksı tumamdı dedi. Oh yes, I can see it now. I can see it now. Men körelmedim dedi. Where are the cups? Piyalalar qayerda? There's some in the cupboard. Qaçquchi shkabının içinde bir neçe talba. There are some ne bayan cümle işlettik. Bir neçesi var in the cupboard. Qaçquchi shkabıda. Ayol soradı. Can you find them? Can you find them? Yani can you deyen gapte asli you can find them. Siz onu tapalaysiz deyen gapte o. Ondan can aldığı çıkarırsak sual aylanıken. Can you find them? Can you find them? Ulan tapaladınız mı? Tapalamsız dedi. Yes, there are. Here there are. Yes, here there are. Mana bu yerdiken dedi. Tapalap da ahire. Hurry up, Sam. What's zrak olun Sam? The kettle's boiling. The kettle's boiling. Yani çaynak kaynap gitti. Uyghur tilinde deyimiz çay kaynap gitti, yoki su kaynap gitti deyimiz. İngiliz tilindeyken çaynak kaynap gitti deb algan. The kettle's boiling. Tezroq bo'linsam suv qaynab ketdi deydi. Endi 43-chi dars tekstining o'qilishi. Men burunqi o'xshash yana birinchi qatim internet as to'qpirma, ikkinchi qatim normal surat to'qpirma, uchinchi qatim tez surat to'qpirma. Siz mashq qilgan chaqda shu bo'yicha mashq qilasizlar. Can you make the tea, Sam? Yes, of course I can, Penny. Is there any water in this kettle? Yes, there is. Where is the tea?
It's over there, behind the teapot. Can you see it? I can see the teapot, but I can't see the tea. There it is. It's in front of you. Oh, yes. I can see it now. Where are the cups? There are some in the cupboard. Can you find them? Yes. Here they are. Hurry up, Sam. The kettle's boiling. Endi tekstdagi normal o'qilishi. Can you make the tea, Sam? Yes, of course I can, Penny. Is there any water in this kettle? Yes, there is. Where is the tea? It's over there behind the teapot. Can you see it? I can see the teapot, but I can't see the tea. There it is. It's in front of you. Oh, yes, I can see it now. Where are the cups? There are some in the cupboard. Can you find them? Yes, here they are. Hurry up, Sam. The kettle's boiling. 43. ders tekstining tez o'qilishi. Can you make the tea, Sam? Yes, of course I can, Penny. Is there any water in this kettle? Yes, there is. Where is the tea? It's over there behind the teapot. Can you see it? I can see the teapot, but I can't see the tea. There it is in front of you. Oh, yes, I can see it now. Where are the cups? There are some in the cupboard. Can you find them? Yes, here they are. Hurry up, Sam. The kettle's boiling. Endi 44. darsning tekstini o'qilishi qarab qo'yaylik. 44. darsda biz nimani mashq qilganmiz yana? Is there any bilan are there any? Yeah? Is there any bilan are there any? Endi is there any degan bu yerda bormi? Bir tal sanag'ilib bo'lmaydigan narsa. Are there any degan gap sanag'ilib bo'lgan yoki sanag'ilib bo'lmaydigan bir necha narsa bormi degan ma'nosi chiqadi. Endi bu ikkisining ishlatilishida diqqat qilinglar. Is there any ishlatgan chaqda chunki sanag'il bo'lmayotganlarning ko'pligi bo'lmag'achqa shu is there any deb savol so'raymiz. Agar sanag'il bo'lgan narsa bir tanlab qolsa is there a deb savol so'raymiz. Agar sanag'il bo'lgan narsa birdan jiqligiga jazm qilgan chaqimizda yoki birdan jiq narsa bor, birdan jiq palonch narsa palonch yerda lekin topolmadik, palonch yerda birdan jiq palonch narsa bormi degan chaqimizda are there any deb so'raymiz. Endi is there any bilan are there any degan nima ishlatdik? Ya'ni savol jumlaga ishlatdik. Buni men grammatika nuqtasida dedim. Shunlashqa mashq qilganchaqda men bir qatim o'qib beraman, shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Ya'ni birinchi rasmda ustalning ustida ikki bolka bor ekan. Unda bo'lsa ustalning ustida azroq bolka bormi deb so'rar ekan. Unda bolka degan sanig'il olmaydigan ismda. Unda bo'lsa nima ishlatilganmi? Is there any bread on the table? Ha? Is there any bread on the table? Yani ustalning ustida nima bormi deganmi? Bolka bormi? Endi ikkinchi rasm qarsam, bu nimning keyinda, qutining keyinda ikki tal bolka turdi. Unda bo'lsa ikki tal birdinjiq bolka. Unda so'rgan chaqdim deb so'rar ekanman. Are there any hammers deb so'rar ekanman. Chunki birdinjiq bolka olgan qudi emas, to'g'ri? Are there any hammers behind that box? Yani o qutining keyinda bir necha tal nima bolqa bormi? Uchinchisi nima debdi? Milk in front of the door. Eshikning oldida nima ekan? Sut bor ekan. Yani bu sut qanday ekan? Yani 2 botlik sutga. Chiq sutga, lekin men buni qana qilmayman. Yani ko'plik bo'yicha olmayman. Shunlashqa is there any milk in front of the door? Is there any milk in front of the door? Eshikning oldida nima sut bormi deb so'radim. To'rtinchi nimada nima ekan? Soap on the cupboard. Ya'ni demak qachqish shkafning ustidagi so'pinlar ekan. Bir necha so'pin ekan qo'y. Unda bo'lsa so'pinni qanaqa qilolmaydi? Sanig'ilolmaydi. Unda bo'lsa is there any soap? Is there any soap on the cupboard? Yani qachqish shkafning ustida nima bormi? So'pin bormi deb so'rar ekanman. Chunki so'pinni sanig'ilolmaydi. Bir so'pin, ikki so'pin degilolmaydi. Faqat bir to'qchoq so'pin, ikki to'qtoq so'pin deymiz-ku. Men buni grammatika o'tgan satki dars so'zlab bo'ldim. 5-chi rasm nima ekan? Yani newspapers behind the vase. Yani tashdakning keyindagi gazetlar ekan. Ha?
Teştekning keyni gizlaki. Onda olsa bir neç giz boğaçım dep sorar keme. Are there any newspapers behind the vase? Are there any newspapers behind the vase? Teştekning keyinde gizle bam. Kingsta, what are in those glasses? Yani avu nimo stakalların içindeki suyun sanıqlı olmaydı. Şonlaşqa, is there any wire in those glasses? Is there any wire in those glasses? Yani o stakalların içinde su var mı? Ki resimde avu nimo piyallarının içinde çay var mı deyin gepken o. Onda olsa soap. Tea sanıqlı olmayı şonga. Is there any tea in those cups? Yani o piyallarda çay var mı? Kings nemiken cups in front of that kettle. Yani çaynakның aldıda bir neçe dal piyalı var mı? Piyalılar var mı dep sorayken ben o. Onda olsa piyalı degen sanıqlı oldu. Bir piyalıcık piyalı degen oldu. Onda olsa are there any cups in front of that kettle? Yani o çaynakның aldıda piyalılar var mı? Kings'te chocolate behind that book. Yani kitapның keyinde çokoli var mı? Çokoli'nin sanıqlı olmaydı. Onda olsa is there any chocolate? Is there any chocolate behind that book? Yani o kitapның keyinde çokoli'la var mı? Çokoli var mı? 10. resimde nemiken teapots in the cupboard. Yani demekçi kaç şikavının içindeki çeynekler deydi. Kaç şikavının içinde çeynekler var mı? Çeynek, bir çeynek, iki çeynek değil. Şonlaşqa, are there any kettles in the cupboard? Yani kaç şikavının içinde çeynekler var mı? 11. resim nemiken cars in front of that building. Yani o binanın aldıdaki maşinlar. Bir neç maşin iken ondan sonra hep sorarken are there any cars in front of that building? Yani o binanın aldıda maşinlar var mı? Aqstimken coffee on the table. Coffee'nin sanıqlı olmaydı. Bir kahve, iki kahve deyil olmaydı. Çoğun bir piyal kahve, yani iki tağa kahve deydik. Ondan sonra ne sorarkenimiz sanıqlı olmaydı. Şonlaşqa, is there any coffee? Is there any coffee on the table? Yani üstənin üstüdə kahve var mı? Dep sorarken. Ondan sonra yan bir qatım bıraklı oxupırma, şu bunç məşq qılsılar. Is there any bread on the table? Are there any hammers behind that box? Is there any milk in front of the door? Is there any soap on the cupboard? Are there any newspapers behind that vase? Is there any wire in those glasses? Is there any tea in those cups? Are there any cups in front of that kettle? Is there any chocolate behind that book? Are there any teapots in that cupboard? Are there any cars in front of that building? Is there any coffee on the table? Qadirlik savodaşlar, şunun bilan bizningki 43-44 darsimiz şəhdə axırlaşdı. 43-44 dars asasıq sözlügən bir neçə mühim grammatika va çoxum intan yaxşı bilib olanglar. Bu intan mühim grammatikalar, çoxum yaxşı bilməsənglar bolmaydı. Bizningki məşq darsimiz 41 darsdan 44 darsgacha bo'lgan 4 darsni o'z ichiga oldi. Chunki bu munosabatga qo'g'achqa buni ayirib aytgan olmadi. Shunlashqa bu 4 darsning məşqi juma kuni kech soat 7-8gacha olib berildi. Şonlaşqa məşq dərsiga vaqtida qatnashinglar. Topshiriq so'zlikni 10 qatimni ko'chirib yozish, tekstni 2 qatimni ko'chirib yozish, tekstni eng kamida pishiq o'qish, bo'lmasa yodlab o'tish. Xayr, omon bo'linglar, məşq vaqtida ko'rishaylik.